Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Mana bo'ylari 1.15 atrofida buqalarimiz olindi. Bu buqalar olindi. Andijon viloyati Izboskan tumani Yakatut mol bozoridan olindi. Qirg'iziston shvedlar ikkovi ham. Qirg'iziston shved. Mana tuxum kalla stakan tuyoq shvedlar. Mana har holda kunjara yegan, yem yegan mol. Ammo sifati o'ta kuchli. Bir yaqin do'stim oldi, Ibrohimjon. Sifatiga baho beringlar akalar. Nima deysizlar? 35 millionga arziydimi? Bo'ylari pashti bir xil mana ko'rinib turibdi. Bunisi qisman kichkina, lekin sifat o'ta kuchli. Nima deb o'ylaysizlar? Narxiga arziydimi buqalar? Kilogramlarini endi biz yaxshi bilmaymiz, o'zingizlar bir baho berib aytsanglar taxminiy kilogramlarni.